Hammaga assalomu alaykum azizlar. Hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqdamiz. Bu yerda ko'p karra uloq bo'lyapti. Buni xudo xolasa videoga olib qo'yganmiz. Bu 9 minutlik videomiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Like bosib, kommentga qayerdan kuzatyapsiz yozib qoldiring. Xudo xolasa chiroyli uloqlarni ham chiqarib boramiz. Bu yana qaytaramiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida mana olib kelyaptilar bitta akamiz uloqni. Xudo xolasa chiroylilardan chiqarib boramiz. Agar uloqni chiqarib boring deydiganlar bo'lsa, kommentga yozib qo'yasizlar. Mana yaxshi ketyapti hozir. Bu 9 minutlik videomiz bor. Bundan keyin agar yana ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentga yozinglar. Yana videomiz bor. Uni ham joylaymiz agar ko'rmoqchi bo'lsanglar. Bo'lmasa, qo'ymay qo'yaveramiz. Ko'rish niyatlaring bo'lsa yozib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, birinchi o'rinda like bosib qo'yinglar, keyin videoni oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa qiziq chiqqan video. Keyin otga qiziqadigan, uloqqa qiziqadigan aka-ukalarimizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Menimcha otga qiziqmaydigan erkak kishi bo'lmasa kerak. Erkak kishilarning hammasi otga qiziqadi. Uloqqa qiziqmasa ham otga qiziqadi akalar. Like bosib qo'yinglar shuncha mehnatga. Bo'lmasa videolarimizni boshlaymiz. Oyoqda yuribdim. Yurtuna ketishtirdigan ikkita kunlar uzun sog'lom keldi. Sog'lom berganlar omon bo'lsin. Yotibdi ana. Oyoqda edi. Kimdir olyapti. Qani bolalar mahkam bo'lasiz. Yaxlit qilgan harakatingizni qila olasiz. Qani bolalar taka yerda harakat qilamiz. Taka ko'tarildi, qani bolalar mahkam bo'ling. Ob olyapti kimdir. Kim oldu? Hop. Akbaratni mahkam bo'ling. Ana nereye geldi? Qani bolalar mahkam, oxirigacha mahkam bo'ling. Qani bolalar mahkam. Ko'tar endi bo'lon. Oldu kimdir. Muxlislar tomonga haydamaymiz polvonlar. Qani polvonlar mahkam bo'lasiz. Qani polvon mahkam, ko'tar endi polvon. Oldu. Başlamadı. Oldu. Zafar polvon mahkam bo'lasiz. Bayroq qo'ying polvon. Muhammad Ali polvon. Ular polvonlar harakatlarimiz muxlislar kutishyapti. Qani mahkam bo'ling polvon, oxirigacha mahkam bo'ling. Bayroq qo'ying polvon, bayroqni aylantirasiz. Semechka, sigara, suvlar. Aytmadim, ha. Yetkaz.
Indiragatimsiz? Yaxshi. Navbatdagi varamiz Nuriddin aka tushkuntirmi solimiga bir pilla o'zakka harakatingizni qilaverasiz. Bir pilla o'zakka harakatimiz bor. Buni bo'yda qolmaydi, turadi. Oldi kimdir? Ko'tardi. Yaxshilik qo'lga tashlagan polvonimiz Oqtosh polvoni Muhammadjon polvoni bilan bo'lsinlar. Kim oldi? Hali polvonlar tilla o'zakka harakat qilamiz. Oldi. Ustiga trendda bo'lgan Namangan sumkalari Doniyorbekdan 50 ming so'm solim keldi. Xalq xizmatidan charchamasizlar. Arzbek aka Artigadan 200 ming so'm usti bo'ldi. 250 ming bo'ldi. Hali bo'lmoqda. Bir kunga 250 mingga harakat qiling bo'lon. Tushundim. Navbatdagi mardamiz sog'lomlari bu xolos harakatingizni qilaverasiz. Bunga o'zingga tashlagan polvonimiz To'raqo'rg'on polvoni doston polvonlar bo'lsinlar. Bir kunga o'zingga 250 ming polvon. Hali polvonlar kam bo'ling. Yo'qda yotibdi mana. Haritaga ko'tarildi. Hali polvonlar ham. Mana bu qora otlarni vahshiy dahshat ekan. Qora bayirlar. Gapiryapman senlarga. Bittalarga ayting onlaringizga, chiqinglar, chiqinglar. Voy, o'tirganlar, Bizga aytayotgan ekan-da. Aspartga. Yana janjalaysam sekin, Wi-Fi ga olib. Bu yoqda mana ularni talashishyapti. Otlar chiroyli. Oh, mana olib keldi. Tasha, gap yo'q. Ketdi talpa.